Devichkalar magazinlarda 8-10 donali pachkasi 30 ming, 35 ming turadigan pechenye shunaqangi oddiy va kam xarj tayyorlanishini bilarmidinglar? Birinchi bo'lib, xona haroratida turgan 100 gram margarinni vilka yordamida ezib, ustidan 100 gram shakar qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 1 choy qoshiq tuz, xona haroratidagi 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq razrixitr, yarim choy qoshiq vanilin hamda 1 choy qoshiq kukuruznik kraxmali, ya'ni makka kraxmali hammasini yaxshilab aralashtirib, 250 gram unni oz-ozdan qo'shib yaxshilab qoshiq yordamida aralashtirib olamiz. Ana endi tayyor massamizga 1 pachka glazurdan qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Glazur bo'lmasa oddiy shokoladni maydalab qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Ana endi tayyor bo'lgan massamizni qo'limizda ozgina aylantirib boramiz. Ko'p aylantirmaymiz, e'tibor beringlar. Keyin terishda ham orasini katta-katta qilib teringlar, chunki duxovkaga kirganda yoyilib bir-biriga tegib qolishi mumkin. Bu pechenye aynan magazindagilarga o'xshab chiqishligi uchun bitta sekret joyini aytib o'taman. 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 1 soat o'tishi bilan qizib turgan duxovkamizda 180 gradusda pishirib olamiz. Voh, buni hidlarini aytmaysizlarmi? Agar bu pechenyeni qaynajonlaringning gaplarida tayyorlab bersalar ham bormi, naq divoni tagida qolasizlar. Aytgancha devichkalarim, pechenye yoqqan bo'lsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Tez ko'rishib turishlik uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar.